Kanallar üçün bu banan tort bek yeyishlik ham bek bozorlik mahsulot. Buni yaxshigina elib, do'koninglarga chiqarsanlar bo'ldi. Anisa boshlab ketamdi. Avval 100 gram shakarimizni to'kib olamiz. 3 tal tuxum, tuzdan 1 gram. Endi mushni obdan keptirib olaylar. Endi buni yaxshi keptirib olaylar. Endi buningga shu banan qiyamini az-azdan qo'shamiz. Az-az aralashtirib keptirib olamiz-mi? Budunda banan qiyami 160 gram. Endi buni to'liq elashkicha birdam aylantirib olaylar. Endi erish mushalat kelganda unimizni olamiz. Un 150 gram. Kokofin 10 gram. Yağ meyğizi 20 gram. Shunda yeyishlik bir tortchimi buni cho'qim bir sinanglar. Soda 2 gram. Poda 2 gram. Endi mushu un jinslarni obdan bir aralashtirib olaylar. Mana mushda to'liq aralashib olgandan keyin sumayni qo'yib olamiz. Sumayimiz 150 gram. Az-azdan qo'yib aralashtirsak bo'ldi. Buni endi yaxshi aralashtirib olaylar. Endi dudu shokoladimizni to'kib olaylar. Dudu shokolad 20 gram. Endi mushu yaxshi aralashib bo'ldi. Bo'ldi. Endi bu tayyor bo'lgan aralashimizni mush qilibimizga to'kib olaylar. Qilibni ostini maylab, azroq unchitib qilib oldim-jimi? Ha, sizlar buni unutib qolmanglar. Bo'lmasa tegi tutib olib qoldi. Mana shunday to'kib olgandan keyin İşte qıpam yerga olib, mana shunday tashlab, duxovkaga silib pishirib olsak bo'ldi, ha? Duxovkamizning gradusini 170 qilib 40 minut atrofida pishirib olsak bo'ldi-jimi? Vah, beksiga o'xshab ketdi-jimi, mashonjatdir. Cho'qim bir sinalajimi? Endi bu tortimizning to'piga mushtaq shokolad berib olamiz, ha? Shokolad qiyamini mushtaq eritib, buni yana mushtaq qilib tuzlab, mushtaq qilib tuzlab olamiz yuzni. Atrofini shunday shokoladlarni eqitib olamiz. Mana shunday qilib olsak bo'ldi, ha? Endi shunday atrofiga cho'rtib turib shunday pistning talqinini shunday qilib bezak berib olsak bo'ldi, ha? Shunchalik chiroyli ham yeyishlik tortda. Cho'qim sinab yiqinglar. Mana tayyor bo'ldi. Qaranglar, shunchalik beziya. Tafsili gram salmosh rasmda saqlab olsanlar bo'ldi.